Bo'ldi, ferritin pasayadi, insulin oshadi. Mana sizga ortiqcha 10 kilo. Ferritin bu qarang, temir bog'lovchi oqsil hisoblanadi. Bizga ko'rsatib beradi, qanaqa ferritin past bo'lsa, ming gemoglobiningiz yaxshi bo'lsa ham, baribir kamqonlikni belgisi hisoblanadi. Yoki organizmingizda umuman qilib olganda oqsil yetishmovchiligi. Buning oqibatida nima bo'ladi? Semirish bo'ladi, metabolizm buziladi, oqsil yetishmovchiligi. Oqsil bu qurilish materiali hisoblanadi organizm uchun. Hamda temirni bog'lab, kislorod transport funksiyasini bajarish uchun ham kerak bo'ladi. O'zi gemoglobin ko'radigan bo'lsak, gem bu temir, globin bu oqsil. Demak, bizda qon aylanishini yaxshilash uchun, kamqonlik bo'lmasligi uchun ham temir, ham oqsil kerak bo'ladi. Semirishimizda o'sha shishlar ham oqsil yetishmovchiligini hisobiga ham bo'ladi. Shuning uchun ozmoqchi bo'lsangiz ham baribir ferritin to'g'ri topshirgansiz. O'sha sizga ChatGPT to'g'ri bergan. Nima uchun? Organizmingda oqsil yetmayapti, o'sha tuxum yemayman deyapsiz, go'sht ham kam yeysiz kerak. Bo'ldi. O'sha narsalar agar tiklasangiz, kletchatkaga boy, ya'ni xom, siri, ovishlar, ya'ni bular ko'proq rediska, mana bodring, salatlar qilib yesangiz, kletchatka bilan oqsilni o'zi даже hech narsa ichmagan taqdiringizda ham sizni ozdiradi. Organizmda ortiqcha jidkislarni ham chiqarib yuboradi. Biz uni semirdik deymiz, baribir qisman agar oqsil kam bo'lsa, bular atoklar, shishlar bo'ladi. Ya'ni organizmda oqsil yetishmovchiligida shishlar paydo bo'lish boshlaydi. O'shaning uchun ratsionda baribir sutishni dozada oqsil bo'lishi shart. Tuxum yemayman, shirinlik yeymiz. Bo'ldi, ferritin pasayadi, insulin oshadi. Mana sizga ortiqcha 10 kilo.